Nega butun internet Mbappeni diktator deb atamoqda? Bu shunchaki hazil emas, balki zamonaviy futboldagi eng katta paradoks. Hamma narsa 2022-yilga o'sha mashhur shartnomadan boshlandi. PSG rahbarlari Mbappeni Realga ketkazmaslik uchun unga futbol tarixidagi eng katta pulni 300 million yevro bonus va 100 million yevro yillik maoshni taklif qilishdi. Lekin eng dahshatlisi pul emas, unga berilgan vakolatlar edi. Insiderlarga ko'ra, Mbappe klubning sport direktori va kadrlar siyosatiga daxldor murabbiyni tanlash va hatto o'ziga yoqmagan transferlarni butunlay to'xtatib qolish huquqini qo'lga kiritgan. Va u bu hokimiyatdan foydalanishni darhol boshladi. Birinchidan, o'zi yoqtirmagan sport direktori Leonardoni ishdan bo'shattirib, o'rniga Monakodagi qadrdon do'sti Luis Camposni olib keldi. Ikkinchidan, kiyinish xonasida mutlaq xo'jayin bo'lish uchun Messi va Neymar atrofidagi birlashgan kuchli blokni argentinaliklar klanini yakson qildi. Di Maria, Paredes va boshqalar jamoadan ketkazildi. Uchinchidan, Neymar bilan sovuq urush boshlandi. Maydonda penalti talashishlar, bir-biriga pas bermasliklar, oxir-oqibat rahbariyat diktatorning xohishiga ko'ndi va Neymarni Saudiya Arabistoniga sotib yubordi. Mbappe Real Madridga o'tgandan keyin ham u haqdagi bu gap-so'zlar to'xtamadi. Mishmishlarga ko'ra, bitta o'yinda Barselona g'alaba qozongach, murabbiy Xabi Alonso o'z o'yinchilaridan raqiblarni hurmat qilib, qarsak chalib turishni so'ragan. Lekin bu narsa o'zidan ketgan Mbappega umuman yoqmagan va u rahbariyatdan darhol murabbiyni haydashni talab qilgan. Eng qizig'i, tez orada murabbiy rostdan ham ishdan ketgan. Mbappe o'z obro'siga shunchalik e'tibor beradiki, internetdagi oddiy hazillardan ham vahimaga tushib, sudlashishga yuguradi. Tasavvur qiling, u o'zining boshini yumaloqligini kabob noniga o'xshatgan internet yulduzini sudga berdi. Yaqinda bo'lib o'tadigan o'yinlarni jonli efirda qotishlarsiz tomosha qilish uchun PV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizningcha bitta futbolchining klubda bunday katta hokimiyatga ega bo'lishi to'g'rimi?